Üç padişahlıktaki padişah Liu Xie'ninki özünü namayan kılışı. Endi biz bunu Liu Xie ve Liu Ben padişahninki Dongzhou bilen uçuruşu desek mi buludu. Yani şu padişah Liu Ben bilen onun ikisi Liu Xie ikisi oradan kaçıp çıkıp şu bir pahallıkның arasında özününki cinini kutkuzup şeyde panahlanıp durgan vaqtda endi Dongzhou'ninki çoğun qo'shuni bu yerga kelib qoldi. Chunki bu Dongzhou'ninki qo'shuni allabirun yo'lga chiqib qolgan. Naq mushu vaqtga udul kelib, bular mushu yerga chiqib qoldi. 20 tuman kishi qo'shin bilan chiqib qoldi. Shuning bilan Liu Xie bilan Liu Ben yo'lga chiqib, yeydigan narsasi yo'q bularning. Osh qolgan ayadi. Ajoyib qiynalib ketgan. Shuning bilan chiqib turgan vaqtda bu yer oldida nurg'un qo'shin, ajoyib cho'ng qo'shinninki to'p-to'z kelayotganligini ko'rdi. Shuning bilan bular qo'rqib ketdi. Bizni o'tdagil kelganlarmi, qutquzg'il kelganlarmi deb cho'chib ketdi. Qachaydi istiqi. Nega qachalaydi? Kichik bolalar tursa. Shuning bilan turib qoldi. Qo'shin yaqinlashgan vaqtda shuning bilan podshoh amaliyotda Liu Ben degan. Lekin bir og'izmi gap qilolmaydi. Buning yuragini ayt kichikda. Endi bu yerdagi uning ukasi Liu Xie, keyin podshoh bo'ladigan odam bu Liu Xie degan. Shu uch podshohlikda boshdan oxiri chiqadi-ku, Liu Xie, podshoh shu. Buninki yuragi ajoyib cho'ng. Nurg'unlar Liu Xieni ajoyib to'qo yurak. Bu qo'rqinchoq podshoh deydi, ammo mo'shadagi buninki o'zini namoyon qilish, ya'ni o'zininki shu ish harakatidan bu Liu Xienininki nihoyatda yomon odamligini, bo'sh odam emasligini his qilmizda. 15 yoshli akisi podshoh turib, cho'ng qo'shinni ko'rib, qetib qoldi. Hech narsa deyolmaydi. Endi bu yerda bular vaqtida gap qilmasa, agar Dongzhou qo'shini, ya'ni Dongzhou yuz berib qolsa, kapli bularni o'ldirib o'tish mumkin-da. Chunki hech kim bilmaydi-da. Askarlar bilmaydi-da ularning podshohligini. O'ldirib bersa, podshohlik tugaydi. Bu keyingi o'zining planini tuzib bo'ldi-da. Shu bu yerda cho'qim ular bilan yaxshi paranglashib, bu yerdagi ishni hal qilish kerak. Ham bularga yilinsa bo'lmaydi. Bu podshoh tursa. O'zining vaziriga yilinamdi. Shundami? Buna olgandan keyin qanday qilish kerak deb hech nimani bilmay turgan vaqtda Liu Xie buni yinib turib, vaqirab gap qildi. Oldida kelayotgan qo'shinning sarkardasi kim degandan keyin shundan bilan men Dongzhou buni anglab, men Dongzhou deb o'zini tunishtirgandan keyin sen podshohni qutqizg'il keldingmi yoki podshohni tutqil keldingmi deydi. Degandan keyin shuning bilan men podshohga hamdam bo'lg'il keldim, podshohni qutqizg'il keldim degandan keyin unda qo'ysa oldingda podshoh turibdi. Nima ish qilsan, tizlanmaysan podshohga. Degandan keyin shuning bilan Dongzhou cho'chib ketdi. Shuning bilan kepla Liu Benga tizlanadi. Shuning bilan tizlanib podshohninki yorlig'ini kutib turgan vaqtda yana bu yerdimi Liu Ben gap qilolmaydi. Buyruqni tushirolmaydi-da, qo'rq. Shuning bilan Liu Xie yana nima deydi desa, podshohni qo'g'dab o'rdaga akir deb buyruq tushirgandan keyin shuning bilan bu Dongzhou o'zining lashkarlariga buyruq tushirdi. Podshohni qo'g'dab o'rdaga akirmaydi degandan keyin podshohni omon eson qo'g'dab o'rdaga akirdi, joylashtirdi. Podshoh bo'lib ketaverdi. Ham bu yerda Dongzhou hamma yaxshi ishning hammasiga erishib oldi. Ya'ni podshohni qutqizdi. Nurg'un qo'shin bilan kelgandan keyin bu yerga kelib bo'lgandan keyin qarasa Xijin o'lgan. 10 ag'vatmi o'lgan. O'ziga qiladigan ish yo'q-da. 10 ag'vatni o'ldirishning mojiti yo'q. Xijin bilan tirikishishning mojiti yo'q. O'ziga qarshi chiqdak odamni qolmagan bu yerda qo'shini bor. Amili bor. Shuning bilan bu nihoyatda erkin ozoda. Osonlar o'rdaga kirdi. Huquqni asta-asta qo'lga ilishga boshlaydi. Demak, Dongzhou'ninki o'rdaga kirish hikoyasi dal shundoq. Mushadan boshlab Dongzhou'ning huquqi asta-asta cho'ngishga boshlaydi.